Salom Jobbox obunachilari, bugun dunyodagi eng topoviy smartfonlar orasida PUBG testini o'tkazamiz. Bundan oldingi videorolikda S25 Ultra hamda iPhone 16 Pro smartfonlar orasida PUBG test o'tkazganimizda juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. O'sha muhokamalardan kelib chiqib, yana bir marta chuqurroq test o'tkazishga qaror qildik va bu test orasiga Xiaomi 15 Ultra ham qo'shildi. Demak, bugun ko'ramiz PUBG da qaysi smartfon eng kuchli rezultatni ko'rsatar ekan. Demak, bizada iPhone 16 Pro, Samsung S25 Ultra hamda Xiaomi 15 Ultra smartfonlari. Bularning barchasida eng topovi va eng oxirgi protsessorlar o'rnatilgan. Demak, testni qanaqa qilib o'tkazamiz? Birinchi bo'lib turib, arenada zalyotni tekshiramiz har bitta smartfon orasida. Ikkinchi bo'lib turib, PUBG ga qaysi biri tezroq kiradi, o'shani tekshiramiz. Uchinchi bo'lib turib, shu chastota kadr grafikani ko'ramiz va to'rtinchi bo'lib turib, men bularda ozgina PUBG o'ynayman va qaysi biri qulay o'ynashga o'sha bo'yicha sizlarga o'z fikrimni aytaman. Qani ketdik. Ana endi zalyotni tekshirib ko'ramiz. iPhone 16 Pro hamda Samsung S25 Ultra. Hozir bizada 416 orujasi, hammasi komplektda bir xil. Demak, mana boshqa pritsellar bir xil qilib qo'yilgan. Birdaniga bosamiz, qani birinchi bo'lib qaysi biri tez o'ldirar ekan. Demak, 1, 2, 3. Ko'rganingizdek, 416 da tezroq o'ldirdi. Ana endi kalashda zalyotni tekshirib ko'ramiz, qaysi biri tez birinchi o'ldiradi. Ikkalasida ham ko'rib turganingizdek pritselga olingan oddiygina kalash. Demak, 1, 2, 3. Ko'rganingizdek iPhone bu pinga ham bog'liq, lekin ikkalasini Wi-Fi tarmog'iga ulanadi. Ana endi iPhone ni Xiaomi 15 Ultra bilan zaryotni tekshirib ko'ramiz. Ana endi iPhone 16 Pro hamda Xiaomi 15 Ultra ni tekshiramiz. 416 orujasida ikkalasi ham mana bir xil nabor yig'ilgan. Demak, zaryotni tekshiramiz. 1, 2, 3. Demak, birinchi raundda Xiaomi 15 Ultra g'olib bo'ldi. Ana endi ikkinchi raund kalashlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi raund kalashlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ikkalasida ham oddiygina kalash. Demak, 1 2 3 ga otamiz. 1 2 3. Mana ko'rganingizdek, Xiaomi 15 Ultra ikkalasida ham g'olib bo'ldi. Ana endi PUBG o'yiniga qaysi smartfon tezroq kirar ekan, shuni tekshiramiz. Uchala smartfon ham bir xil Wi-Fi tarmog'iga ulangan. Demak, 1 2 3 ga qani bir xil kiramiz, qaysi biri birinchi bo'lib bizga PUBG o'yiniga kirib beradi. Demak, iPhone, Xiaomi hamda Samsung. Xo'sh, 1 2 3. Uchalasini ham bir xil bosdim. Ana endi ko'ramiz, qaysi smartfon birinchi bo'lib kirar ekan. Demak, birinchi bo'lib Xiaomi kirdi, ikkinchi bo'lib iPhone kirdi, oxirgi bo'lib Samsung bu PUBG o'yiniga kirdi. Mana test natijasini ham ko'rdingiz. Ana endi kelinglar, barchasini grafikasini ko'rib chiqamiz. Demak, Xiaomi 15 smartfonimiz nastroykaga kiradigan bo'lsak, grafika bu yerda plavnoda chastota kadri Ultra Extreme'da turibdi, 120 Hz gacha bemalol ruchnoy nastroyka qilsangiz bo'ladi. Demak, 120 FPS beradi bizga. Qilib aytganda 120 FPS da maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Samsung S25 Ultra bundan ham mana Ultra Extreme 120 FPS ga bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi chastota kadri. iPhone'da ham xuddi shunaqa mana grafika o'tsangiz, bunda ham maksimal nastroykada turibdi. 120 ga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, uchalasini ham nastroykasida 120 FPS da bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Lekin shunaqa Ultra Extreme ga qo'yadigan bo'lsanglar, grafikani batareykalar tez ketadi. Shuni ham hisobga olishinglar kerak bo'ladi. Bu joyda Samsung bilan Xiaomi ga rahmat aytish kerak. Rejimi bor, ya'ni zaryadkaga ulab qo'yib, bemalol smartfonni o'ynasanglar bo'ladi. Akkumulyatorni quvvatlantirmaydi, to'g'ridan to'g'ri protsessorga zaryad berib,
Bunda bemalol o'yin o'ynasanglar bo'ladi. Как notebookga o'xshatib, personal kompyuterga o'xshatib iPhone'da esa hozircha bunaqa funksiya mavjud emas. Demak, test natijalarini o'zingizlar ko'rdinglar. PUBG o'yinini hammasida o'ynab chiqdik. Uchalasida ham o'ziga yarasha qulayliklari, o'ziga yarasha ustunliklari bor. Zalyotga keladigan bo'lsak, menimcha o'zingiz texnikangizga va pingga bog'liq. Qancha pingingiz past bo'ladigan bo'lsa, shuncha tezroq o'qingiz uchib boradi. Hech qaysi telefonga qarshilik yo'q. Lekin qulaylik borasida eng qulayi Samsung S25 Ultra o'ynaganda juda ham qulay. iPhone'ga keladigan bo'lsak, iPhone ozgina qizishi bor. Xiaomi 15 Ultra esa kamera bloki bo'lgani uchun o'ynashda noqulaylik menga tug'dirdi. Natija bo'yicha o'z fikringizni kommentlarda yozib ketsanglar xursand bo'lgan bo'lardik. Bugungi test obzorimizda sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Keyingi videoda yana ko'rishguncha.